Yurtimizda 2 oy davomida aholi osoyishtaligini asrash va turli ko'ngilsiz hodisalarni bartaraf etishga qaratilgan maxsus xavfsizlik tadbirlari o'tkazilmoqda. Ushbu reja asosida voha hududiy favqulodda xizmat vakillari tomonidan joylarda nazorat va tushuntirish ishlari kuchaytirildi. Respublikamiz bo'ylab joriy yilning 5-iyuldan 5-sentyabrga qadar o'tkazilayotgan dolzarb 60 kun profilaktik tadbirlari doirasida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Dehqonobod tuman bo'limi mas'ullari tomonidan aholi xavfsizligini ta'minlash, yong'inlar hamda boshqa favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan keng ko'lamli profilaktik va amaliy tadbirlar izchil davom ettirilyapti. Tadbirlar doirasida dastlab Dehqonobod sel suv omborida amaliy o'quv mashg'uloti tashkil etildi. Unda qutqaruvchilar tomonidan suvda cho'kayotgan shaxslarni qutqarish, birinchi yordam ko'rsatish, qutqaruv anjomlaridan to'g'ri foydalanish hamda favqulodda vaziyatlarda tezkor harakat qilish bo'yicha amaliy ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Mutaxassislar tomonidan suv havzalarida xavfsizlik qoidalariga rioya etish, cho'milish, taqiqlangan joylarga tushmaslik, voyaga yetmagan bolalarni suv bo'ylarida nazoratsiz qoldirmaslik hamda baxtsiz hodisalarni oldini olish yuzasidan fuqarolarga batafsil tushuntirishlar berildi. Shuningdek, favqulodda holatlarda zudlik bilan 112 qisqa raqamiga murojaat qilish tartibi ham eslatib o'tildi. O'zbekiston Respublikasida hukumat qaroriga asosan favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan dolzarb 60 kun tadbirga start berildi. Bu tadbir tumanimizda uyushqalma o'tmoqda. Bu tadbirda asosan fuqarolarda favqulodda holatlarning oldini olish, oqibatlarni kamaytirish, ularni favqulodda holat yuz berganda qaysi tomonga yo'naltirish, evakuatsiya yo'llari, chizmalari, uni fuqarolarga targ'ib, tashviqot qilmoqdamiz. Har bir mahallada xonadonbay yurib, profilaktik tadbirlar amalga oshiryapmiz. Mana bugungi kunga kelib, mana bu dolzarb 60 kun mobaynida amalga oshirayotgan ustuvor vazifamizdan bittasi Dehqonobod sel suv omborida amaliy taktik mashg'ulot o'tkazdik. Bu mashg'ulotda asosiy e'tiborni fuqarolarning xavfsizligi, suvda cho'milishda xavfsizlik, cho'kishlarning oldini olish bo'yicha qaratilgan bir qancha tadbirlarni amalga oshiryapmiz. Shundan so'ng profilaktik tadbirlar tumandagi qurilish obyektlarida davom ettirildi. Mas'ullar qurilish maydonlarida mehnat qilayotgan ishchi xodimlar bilan suhbatlar o'tkazib, mehnat muhofazasi, texnika va yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilish, elektr va gaz jihozlaridan xavfsiz foydalanish, payvandash ishlarini belgilangan tartib asosida bajarish hamda yonuvchan materiallarni to'g'ri saqlash bo'yicha tavsiyalar berildi. Yoz fasli davomida favqulodda vaziyatlarni oldini olish, insonlarning hayoti va sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish borasida tumanimizda tuman hokimining yong'inga qarshi alohida rejim to'g'risidagi qarori ishlab chiqildi. Bu qarorga asosan har bir mutasaddi tashkilotlar vazifador etildi. Bunda asosiy e'tibor mahalla yettiligi bilan birgalikda mahallada xonadon yurib, ulardagi kamchiliklarni xonadon egasiga ko'rsatish va bartaraf etishdan iborat va targ'ibot ishlari kuchaytirildi. Aholiga gavjum bo'ladigan joylarda, bozorlarda, cho'milish taqiqlangan joylarda har bir fuqaroga to'g'ri tushuntirishlar amalga oshirilmoqda va aniqlangan kamchiliklar joyida bartaraf etib borilmoqda. O'rganishlar davomida aniqlangan ayrim kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga amaliy ko'rsatmalar berildi va profilaktik targ'ibot materiallari tarqatildi. Shuningdek, fuqarolarga yong'in va boshqa favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda sarosamaga tushmaslik, to'g'ri harakat qilish, atrofdagilarni xavfsiz hududga olib chiqish va zudlik bilan qutqaruv xizmatlariga xabar berish tartibi haqida ma'lumotlar berildi.